Tu Seyit. Hangi 1943 yilda Koreyaning 4-qiroli Sejong tomonidan tuzilgan koreys alifbosi 40 harfdan iborat bo'lib, ularning 21tasi unli, 19tasi undosh harflardan iborat. 24tasi asosiy harflar, ulardan 16tasi esa yoki 3ta va 5tasi asosiy harflar qo'shib yoziladi. Bular diftonlar deyiladi. Alifboda unli harf 10ta. A, Ya, O, Yo, Ö, Yo, U, Yu, I, I. Ular asosiy unlilarmi yoki qo'shma unlilarmi? Qo'shma unlilarmi? Qo'shma unlilar diftonlar deyilmaydimi? Asosiy unlilarimiz nechta o'zi? 10ta. Yaxshi. Demak, umumiy unli harflar nechta o'zi koreys alifbosida? Jami nechta? Jami Aha. 10ta. 21 ta emasmi? Ha, 21. 19 ta nima edi? Undosh harflar. Undosh harflar. O'shalardan undosh harflardan asosiy undosh harflarimiz nechta? 14 ta. Qo'shma undosh harflarimizchi? 19. 5 ta. O'tir, yaxshi.